qilasizlar shuni. Men o'zim shuni yetishtiray. Ha, bolalar mayda-chuyda bolalar biznes qilishyapti orqanglar. Voy ko'rdim. Kimdir ehson qildi, tekinga tarqatib soqqa qo'ysam. Молодец, bo'ladigan bola. Nechi pul to'jang? 5 mingdan olaman. 10 ta ber. Olasizmi? Olaman. Voltes, yugur. Xudo degan odam ekanman. Hozir jo'ja haqida gapirdim-da. Voy lekin bo'ladigan bola ekan. Молодец, soqqa qo'ysammi? Boplab. Boshqa joyda ishlashdi. O boshqa joyda ishlaysanmi? Voy asalim. Ular hozirgi bolalar biznesmen bo'lib ketibdi. Voy tavba. Ha. Rustam. Ha? Rustam. Pushishti. Bu bola o'sha o'rtog'ini chaqirgan ekan. O'rta. Yaxshi. 100 mingga sotdi. O'rtasini. 100 ming berdim 10 taga. 10 tagimi? Mana qaralaring, hozir Reels'da ko'rdim. U jo'jani tekinga tarqatishdi, ehson qilib, sizlar sotyapsizlar. Sizlar sherikmisizlar? Endi bo'lamiz. Tasam 5 man 5 ta. U 5 ta, u men 5 ta. Maydalab bera olasizmi? Biza uyalmasdan savdolash, o'zingizga gapirib savdolash. Chiq. Ana, anta tur qatnoma deyaveramiz. Qolman sizlarni o'tirdim. Voy, jo'ja tarqatishibdi. Men quruq qolman deb o'tirsam, mahallam kelishim bilan bolalar jo'ja sotishayotgan ekan. Biznes bu, biznes. Ehsonga tekinga tarqatilgan jo'jalarni bular soqqa qilyapti. To'g'rimi? Men bularni biznesini qo'llab-quvvatlagan holda 5 mingdan degan jo'jasini 10 tasini 100 mingga sotib oldim. To'g'rimi? O'zimni jiyaniman. U menga qarab turrancha, necha pulga san pulga oldim-yu, sana sotyapsanmi? Sotom. Mana berdim. Bolalarga biznes va DJ qilishashdi bor. Kim tarqatgan bo'lsa ham barakat deylar. Tanib olinglar, bermanglar. Mamuni tanib olinglar. Mamuni tanib olinglar, bermanglar. Bermanglar shularga.